Assalomu alaykum. Bugungi mavzumiz endokrin tizim. Endokrin tizim, ya'ni ichki sekresiya bezlari asosan 3 xil bo'ladi. Bular tashqi sekresiya bezlari, ichki sekresiya bezlari va aralash bezlar. Tashqi sekresiya bezlariga ter, yog', sut, so'lak, oshqozon va ichakdagi hazm bezlari kiradi. Ichki sekresiya bezlarida gipofiz, epifiz, qalqonsimon, qalqon oldi, buyrak usti hamda ayirsimon bezlar kiradi va aralash bezlarimizga oshqozon osti bezi va jinsiy bezlar va jigar, demak o'sha aralash bezlar safiga kiradi. Bu demak mana shu har bitta gipofiz bezimizning ishlab chiqaradigan gormonlari va mana shu har bitta gormonlarning umumiy vazifasi haqida keltirilgan. Keyingisi gipofiz gormonlari, ya'ni gipofiz aytganimizda 3 ta qismdan iborat. Oldingi, oraliq hamda orqa qismlardan tashkil topgan. Gipofizning oldingi bo'lagi 70% ni, bu oraliq bo'lagi demak 10% ni hamda orqa bo'lagi 20% ni tashkil etadi. Oldingi bo'laklardan ishlab chiqaradigan gormonlar somatrop gormoni, tirotrop gormoni, adrenokortikotrop gormoni, prolaktin gormoni hamda gonatrop gormonlarni ishlab chiqaradi. Somatrop gormonlar bu suyaklarning rivojlanishi uchun muhim sanaladi. Agarda bu yosh holatda ko'proq ishlab chiqarilsa, gigantizm kasalligini keltirib chiqaradi. Agarda kam ishlab chiqarilsa, bu fakaringa olib kelinadi. Agarda inson voyaga yetgandan keyin bu gormonlar ishlab chiqarilsa, bunda o'sha akromagaliya, ya'ni suyaklarning haddan ziyod rivojlanib ketishiga sababchi bo'ladi. Tirotrop gormonlari esa bu qalqonsimon bez kasalliklarini keltirib chiqaradi. Adrenokortikotrop gormonlarining kam ishlapishi buyrak usti bezlarida demak o'sha faolligini pasaytiradi. Prolaktin bezlarining rivojlanishini demak kamaytiradi. Gonatrop gormonlar esa jinsiy bezlarning agar kam ishlab chiqarsa zaiflashishiga demak olib keladi. Oraliq bo'laklar gormonlar melanotropen teri pigmentatsiyasiga muhim rol demak o'ynaydi. Qalqonsimon bez joylashuvi bu bo'yinning oldingi qalqonsimon tog'ay qismida joylashgan bo'lib, demak 5-10 yoshli bolalarda bu 10 grammni tashkil etadi, kattalarda esa 25-30 grammni tashkil etadi. Ajratilgan gormoni tiroksin gormoni ishlab chiqaradi. Ahamiyati bu qon almashinuvini kuchaytiradi, nerv qo'zg'aluvchanligini orttiradi, qon aylanish, ayirish, hazm qilish sistemalarini demak boshqarishdan iborat. Qalqonsimon bez kasalliklariga kretinizm, miksedema, gipertireoz va tireotoksikoz demak kasalliklarni demak vujudga keltiradi. Qalqonsimon bezning o'sha joylashuvi, qalqon oldi bezning joylashuvi, qalqonsimon bez oldida bez to'qimasida botib kirgan, yana mana ko'rib turibmizki, oldingi qismga 4 ta qismda, ya'ni 4 ta bo'lakdan, umumiy og'irligi 100-150 mg tashkil etadi. Ajratilgan gormon bu parat gormon ishlab chiqaradi va buning ahamiyati suyaklarda va qon kalsiy hamda fosfor muvozanatini demak saqlashdan iborat. Qalqon oldi bezi giperparatizm, ya'ni bunda agarda qonda kalsiy ko'payib ketganda suyaklar yumshaydi va deformatsiyaga uchraydi va nerv muskul qo'zg'aluvchanligi pasayadi. Muskullarning demak bo'shashishiga va tez charchoq hosil bo'lishiga demak olib keladi. Agarda qonda kalsiy kamayib ketsa, bunda nerv muskul qo'zg'aluvchanligi ortadi va qovoq lablarda o'sha pirpirash, siqnoqlik demak vujudga keladi. Buyrak usti bezlari, demak buyrak usti bezlarining joylashuvi buyraklarning demak o'sha ustki qismida demak joylashgan bo'lib, ikkita bo'lakdan umumiy og'irligi demak 10-20 grammni tashkil etadi. Shakli piramidasimon shaklda joylashgan. Haqiqatan ham ko'rib turibmizki, piramidasimon shaklda joylashganligi demak o'sha buning o'sha ikkita asosiy qismdan iborat. Po'st qismi hamda mag'iz qismlaridan tashkil topgan. Po'stloqdan glukokortikoid, mineral kortikoid, androgen va estrogen gormonlar ishlab chiqarsa, mag'iz qismida esa adrenalin va noadrenalin demak ishlab chiqaradi. Ayirsimon bez, ya'ni buning joylashishi ko'krak qafasida ikkala o'pkaning demak o'rta qismida demak joylashgan bo'ladi. Ajratilgan gormon timozin, buning asosiy ahamiyati, bu gormonning asosiy ahamiyati jinsiy funksiyani pasaytiradi, limfositlar hosil bo'lishini demak kuchaytiradi. Shuning uchun demak yosh bolalarda doimiy ravishda jinsiy gormonlar ishlab chiqarib turiladi va mana shu jinsiy gormonlarni
14-16 yoshgacha mana shu haligi Airsmon bezda ishlab chiqarilgan timozin garmoni jinsiy faollikni demak pasaytiradi va yosh ulg'aygandan keyin bu Airsmon bez kichrayadi va demak buning ishlab chiqaradigan timozin garmon kamayish hisobiga keyinchalik demak o'sha jinsiy balog'aga yetish davri demak boshlanadi. Oshqozon osti bezi endokrin tizimni demak bir qismi bo'lib, u demak o'sha ovqat hazm qilish tizimida demak eng muhim vazifani bajaradi. Bu o'sha oshqozon osti, ya'ni me'da osti bezimizning joylashuvi bu oshqozon ostida, ya'ni birinchi bel umurtqasi ro'parasida, demak jigarning o'sha ostki yon qismida o'p tufagining atrofida demak o'sha 12 barmoqli ichak me'da osti bezi bilan birga o'sha joylashganligini ko'rib turibmiz. Me'da osti bezi mana massasi 70-80 gramm tashkil etadi. Demak bo'laklari 3 ta qismdan iborat. Bosh, tana hamda dum qismlaridan demak iborat. Bunda pankreatik demak o'sha naydan tashkil topgan, bunda ishlab chiqaradigan garmonlar mana shu orqali demak 12 barmoqli ichakka demak quyiladi. Me'da osti bezi umumiy bu ishlab chiqaradigan fermentlari bular tripsin, lipaza hamda amilaza fermentlarini hamda garmonlardan demak insulin, glukogen hamda gastrin garmonlarini demak ishlab chiqaradi.